$370 bor yo'g'i. Yangisi $700 qimmat turadi. Meizu 21 Pro bu modelni tushungan inson uchun o'ta noyob model. Gali GT30 Pro $300 arzoniga yo'q. Bizda esa $289, 144 Hz ekran esa $420 chiqdi. 8256 Honor X9 dunyoning eng bardoshli smartfoni full holatda $289 yangida. Bu smartfon atiga $108 8256 Note 14 full holatda, oltiga $118 $97 ideal Note 12. Bu atiga $65 evaziga Redmi A3 ideal qora A+ hali matviy turgan varianti. $240 evaziga Honor 90 noodatiy uslub. $220 islomiy rangda Poco X7 ideal ekranlari qayrilgan bo'ladi. Note 13 8256 o'ta darajada arzon $105. Men sizlarga 120 Hz A5 modelimizni chegirma narxda $80 ga beraman. A+ segmentda $385 22 Ultra noyob topilgan. Note 10 Plus'ning Mega ofitsialni o'tgan varianti 240 sotilyapti, lekin bugun $149 ga. Bu hali hammasi emas. $120 ga eksklyuzivniy model S10e modelimiz. Elegantniy model.